Do'stlar, bo'lmasam darsdan davom ettiramiz. Endigi ko'rishimiz kerak bo'lgan yana 5 skriptingda bu sikllar, ya'ni loop deb ham ataladi. Sikllar nima uchun kerak? Xo'p, tasavvur qiling, sizga bir nechta fayl nomi bitta ekranga chiqarish kerak. Misol uchun sizda mingta qanday fayllar bor va uni bitta ekranga terminalga chiqarishingiz kerak. Agar fayllar soni ko'p bo'lsa, har birini alohida eko buyrug'i bilan yozish juda uzoq va zerikarli bo'ladi. Ну, logично. Sikllar esa aynan shu muammoni hal qiladi. Ya'ni 5 ta asosan ikkita turdagi sikl mavjud. Ya'ni bu 5 ta ham Pythonda ham, boshqa tillarda ham for va while sikllari mavjud. Forni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, uchun degan ma'noni bildiradi. Ma'lum bir elementlarni ro'yxati ustida takrorlash uchun ishlatiladi. Faqatgina ro'yxatlar. Ya'ni ro'yxat deganda tasavvur qiling, bitta qo'lingizda list va unda mingta foydalanuvchini ismi va familiyasi bor. Shu narsa ro'yxat deyiladi. Shuni ekranga chiqarmoqchisiz. Buning uchun fordan foydalanasiz. While, ya'ni bu toki degan ma'noda keladi o'zbek tilida. Ma'lum bir shart to'g'ri, ya'ni true bo'lgancha takrorlash uchun ishlatiladi. Misol uchun true bo'lguncha ishlatiladi deganda nimani nazarda tutadigan bo'lsak, misol uchun aytaylik, sizda qo'lingizda list bor va listingizda 10 ta qanaqadir foydalanuvchini ismi va familiyasi bor. Endi siz aytasizki, while, ya'ni toki mana shu qo'limdagi qog'ozni ichidagi ma'lumot, misol uchun sadga bormaguncha ishlarsin qayta deymiz. Va while toki o'sha qo'lingizdagi listdagi ro'yxatni ichidan sadni topmaguncha qayta ishlayveradi. Ya'ni sikl borib kelib o'qib, yana o'qib davom ettiraveradi. Qachonki sad degan ismni topsa, while'ni ichi true holatga o'tadi. Shunda while siklimiz tugaydi. Xuddi shunaqa. Ya'ni while va for sikli. Hozir bularga bitta misollar ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, for sikli ro'yxatlar bo'yicha takrorlash. Ya'ni forni yozilishi shu tartibda bo'ladi. Bu yerda nano qilib turib loops qilib qo'ysam, nuqta sh va albatta bu yerga 1005 va ko'rib turganingizdek for bu yerda o'zgaruvchi bo'lishi kerak. Misol uchun o'zgaruvchi ro'yxati qanaqadir o'zgaruvchi bo'ladi. Misol uchun fruit qanaqadir o'zgaruvchi bu, ya'ni teoriyada o'zgaruvchi nimaligilarini bildik va pastda nima bo'ladi? In misol uchun aytaylik fruit deymiz. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti degan bo'lsak, ya'ni do va undan keyin pastda down bo'lish kerak. Ya'ni bu asosiy forni ochilishi va bu yerda yopilishi, ya'ni downni ichiga biz asosiy shartlarni berib ketamiz. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Qaranglar. Hozir men tushuntirayotgan narsa bu forni qanday yozilish uslubi. Har doim shu qatorlar bo'lishi kerak for ishlatilganda. Endi qaranglar, bu yerda nima bo'lyapti? For deyapmiz uchun, ya'ni aytyapmizki, fruitslarni ichidan har bittasini fruit uchun olgin deyapman. Mana uchun olgin deyapman bu yerda. For bu kodimiz, in bu o'zgaruvchi, fruit bu o'zgaruvchi, in esa bu ichidan degan, ya'ni fruitsni ichidan olgin va har bitta mevani shu fruitga tenglagin deyapman. Men ko'rganingizdek, shunaqa tartibda asosiy for sikl yaratiladi. Xo'p, endi bu yerda pastda misol keltirilyapti. Bu yerda elementlar berilyapti. Bizda oddiy o'zgaruvchini ichiga, misol uchun mevalar degan bitta o'zgaruvchi yarataman va uni ichiga har xil mevalar beraman. Misol uchun olma, banan, behi, hop, shaftoli, shaftoli bormi? Hop, behi, shaftoli, o'rik misol uchun. Hop, mana asosiy men hozir bu yerda elementlarimni yaratib oldim. Endi nima qilaman? Endi mana shu elementlarni men eko qilib chiqarib ko'raman. Shunchaki bu yerda mevalar saqlayman, chiqib ketaman. Endi chimod permission berib olishim kerak. Execute. Bu yerda loopsga berib olaman va endi 5 loops.sh enterni bosadigan bo'lsam, e'tibor beringlar, mana menda olma, banan, behi, shaftoli, o'rik. Ko'rganingizdek, bu bitta, ya'ni bizni elementimizni chiqarib berdi.
Xo'p, endi bu yerda men nima qila olishim mumkin bo'ladi? Misol uchun, meni sevimli mevam degan narsani chiqarish mumkin. Har bitta mana shuning ichidagi elementga mana shu so'zni yozib chiqishim mumkin. Mana shu so'zni agar sizda for sikl bo'lmaganda qanday qilib yozib chiqardingiz? Misol uchun bunda o'zi logichli noto'g'ri narsa bo'ladi. For ishlatishingiz kerak, обязательно. Bu yerda endi for ishlatamiz. Misol uchun for aytamizki, meva in mevalar, ya'ni mevalarni ichidan olgin. Ya'ni bu yerda bitta o'zgaruvchi ishlatganimizdan keyin bu yerda o'zgaruvchini qo'yib qo'yishimiz kerak va pastda do va don yopiluvchisi bo'lishi kerak. Va mana shu don ichidan asosiy biz echo qilib endi har bitta mevalar ichidagi mevani chiqaraman. Bu mening sevimli mevam deymanda va bu yerga meva degan o'zgaruvchini chaqirib qo'yaman. Bu yerda yopib qo'yishim kerak. Yopib qo'ysam va Ctrl X saqlanib chiqib ketdim va ishlataman. Mana e'tibor beringlar, har bitta elementimizni, yana bitta elementimizga murojaat qilib yozishyapti. Bu mening sevimli mevam, bu mening sevimli mevam behi va hokazo deb ko'rganingizdek bizda bu ichidagi mana ro'yxatimiz ichidagi elementlar har bittasi tugamaguncha bu narsa ishladi. Ko'rganingizdek, asosiy for loop shu tartibda yaratiladi va shu tartibda biz ishlata olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi misolda ko'ramiz. Ya'ni joriy papkadagi barcha .txt fayllarni topamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda .txt bilan tugagan barcha fayllarni topyapmiz ekan. Bu yerda kelib biz nima qilamiz? Ya'ni txt emas. Ya'ni biz .sh bilan tugagan barcha fayllarni olib chiqamiz. Bu yerda shunchaki echo yozib chiqamiz. Bu yerda echo dastur tizimdagi barcha .sh bilan tugagan olib chiqadi deb qo'ysam, bu yerda tushunarli bir foydalanuvchiga ishlatayotganda. Xo'p, ana undan keyin nima qilishimiz kerak? Biz aytdi for f bu bitta dona, bu o'zgaruvchi, shunchaki yana fayl degan ma'noda kelyapti. In nuqta bu yerda barchasini qilaman. Misol uchun o'sha barcha nuqta bilan tugayotganlarini olishim kerak. Do bu yerga don va buning ichiga asosiy qiymat yozib qo'yishim kerak. Misol uchun echo shunchaki minus bu yerga f qo'ysam va saqlayman, chiqib ketaman, qayta ishlataman 5. Ko'rganingizdek mana olib chiquvchi fayllar olib chiqadi. Ko'rib turganingiz argument, loops, operator, variable, birinchi script, hokazo barcha fayllarni bizga olib chiqib berdi. Xo'p, ana endi keyingi misolimiz bizda 1 dan 5 gacha sonlarni chiqaramiz. Ko'rib turibsizlar, 1 dan 5 gacha chiqarishimiz oddiy. Bu yerda ishlatib ko'rishimiz mumkin. Loops cheklanaman, buni tashlayman va buni shunchaki olaman. Hozir kodning ichida tushuntirishga harakat qilaman. Xullas kalom, bu yerda for sikl yordamida biz 1 dan 5 gacha sanayapmiz birinchisida. For in 1 dan 5 gacha chiqarishimiz uchun house'dan foydalanishimiz kerak bo'ladi va 1 dan 5 gacha olib chiqib beryapmiz. Endi 10 dan 1 gacha sanash, ya'ni kamaytirish orqali sanaydigan bo'lsak, ya'ni 12.1 qilib bergan bo'lsak, bu orqaga qarab sanab ketamiz. Endi ikkitadan ikkita qadam tashlab, ikkita qadam oshirish uchun shunchaki yana 2.2 qilib qo'ygan bo'lsak, bu ikkitadan qadam tashlab bizga sanab beradi. Bu yerda ishlataman. E'tibor beradigan bo'lsangiz 1 dan 5 gacha orqadan hisoblash, 10 dan 1 gacha 2 qadam 1 3 5 7 9 qilib bizga asosiy sanab berdi. Ko'rganingizdek, for looplar bizda bash skriptingda xuddi shunaqa tartibda, xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Xo'p, ana endi sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu while sikllar. While'lar ham xuddi forga o'xshagan, ya'ni biron bir shartni oxirigacha tugatmaguncha amalga oshira oladi. Ko'rib turganingizdek, while sikli xuddi shunaqa tartibda yoziladi.
Ya'ni bu ham o'sha forga o'xshab ketadi, faqatgina uni ichida ini yo'q va bu yerda asosiy shartni beramiz mana shuncha ichida. Xuddi itga o'xshab shart berib ketiladi bu yerda. Va bu yerda misol keltirilyapti. Nima qilyapmiz? Toki shart hisoblagichimiz 5 dan kichik yoki teng ekanligicha davom etamiz. Ya'ni bu yerda biz nima qilyapmiz? Asosiy hisoblagich degan bitta 1 olyapmiz. Ya'ni 1 dan boshlashi uchun dasturimiz endi aytyapmizki, toki hisoblaganimiz chor, ya'ni hisoblagichimiz bu yerda 5 dan kichik yoki teng ekanigacha davom etgan. Ya'ni 5 gacha davom etgan degan ma'noda kelyapti. Eko joriy hisoblayapmiz. Bir marta kelyapti va hisoblagichga +2 qo'shib ketyapti. Bu nima degani? Mana shu hisoblagichga har bitta dastur tevadan bir marta ishlab kelganda yana 1 qo'shib bergan, bu 2 bo'ladi. Yana bitta bor kelganda bu 3 bo'ladi. 4, 5, 6 xuddi shu 5 gacha davom etish kerak bu narsa. Buni ko'chirib olib, shunchaki yana qayta ko'rsatib berishim mumkinmi yana ishlashini. Bu yerga pas bu prosta har bitta ketganda plus qo'shib berib ketadi. Ishlataman. Mana 1, 2, 3, 4, 5 bizda bo'lib ketdi. Bu yerda agar buni 2 qilib qo'yganimda ko'rganingizda 2 dan boshlab ketdi. Xuddi shunaqa tartibda bemalol while cycle bilan biz ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi shartimiz bizda while ishlatishimiz mumkin. Bu yerda so'z degan bitta satr qoldirib, endi aytyapmizki, toki so'zimiz teng bo'lmas ekan tugashgacha iltimos biror so'z kiriting, tugash deb yozsangiz sikl tugaydi deyapti. Ya'ni bu dasturimiz toki biz tugatish demaganimiz uchun ishlaydi qayta-qayta. Ya'ni bizdan matn sikl shunaqa narsaki, to mana shu while siklning ichi true bo'lmaguncha, ya'ni hozir mana shu whilening ichi, mana shu ich to true bo'lmaguncha, ya'ni rost shart bo'lmaguncha ishlaydi qayta-qayta. Tevaga borib, tevaga chiqib kelaveradi. Xulosa qilib, bu yerda nima o'ylayapti? Toki biz tugatish degan so'zni yozmaganimiz uchun mana uni ichi false bo'lib turadi. Masalan, salom desak bo'yicha false bo'ladi, bu qator bajarilmaydi. Yana keladi, yana tekshiradi, yana keladi, yana tekshiradi. Bu read bo'lsa biz shu so'zni qabul qilib olyapmiz. Ishlataman 5 command line 15-xatorimizda while'da xatolik ketyapti. Down bu yerda downni yozdim. Ishlataman. Iltimos biror so'z kiriting. Misol uchun salom deyman, yana qayta yozadi. Salom deb yozdingiz, siz salom yozdingiz. Misol uchun nima deyman, siz nima deb yozdingiz. Misol uchun tugatish deb yozsam, Enter'da bossam, mana sikl muvaffaqiyatli tugadi deyapti. Ko'rib turganingizdek, hozirgi holatda biz tugatish deb yozganimizdan keyin while'ning ichi true holatga keldi va siklimiz tugagandan keyin sikl muvaffaqiyatli tugadi degan so'zimiz chiqdi. Ko'rganingizdek, bash scriptingda biz while'lar bilan shunaqa tartibda ham ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Umid qilaman, bu mavzu ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Topshiriq bor. Bu yerda bemalol topshiriqni o'qib, shu topshiriqlarni bajarib ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi mavzuyimiz bizda massivlar va arraylar bo'ladi.